Qadim zamonlarda bir qishloqda bir boy, ammo nihoyatda ko'zi och bir odam yashar edi. U juda farosatli, ishni ko'zini biladigan odam edi. Nimaga qo'l ursa rivoj topib ketar edi. Uni oltini, moli dunyosi, uyi ko'p edi, ammo ko'ngli tor edi. Qishloqdagilar buni boy odam emas, ochko'z boy deb atashar edi. U hech kimga yordam bermas, och odamlarga non bermas, uysizlarga uy bermas, hatto o'z soyasidan ham foyda izlab yurardi. Bir kuni qishloqqa bir kampir keldi. U charchagan, och edi. Kampir boyni eshigini taqillatib, "Bolam, bir burda non ber", deb so'radi. Boy kampirga qarab, "Men senga non beraman, lekin evaziga sen nima bera olasan menga?" deb kampirdan so'radi. Kampir jilmayib, "Men senga duo beraman. Duo har narsaga qodir, boyligingni 100 baravargacha ham ko'paytiradigan narsa, ko'nglingni ko'taradigan narsa, barakangga baraka qo'shadigan narsa bu duo", debdi kampir. Boy kulib, "Duo qorinni to'yg'azarmidi? Bor, boshqa bir xonadonga bor, duo qilasan, ular senga non beradi, suv beradi", deb kampirni haydab yuboribdi. Shu kecha boy tush ko'ribdi. Tushida to'la oltin sandiqlar ko'rarkan, lekin sandiqlar ochilsa, ichidagi oltinlar changga aylanib ketardi. Qancha ko'p ochsa, shuncha tez yo'qolardi. Ertalab tursa, boyni ombordagi bug'doylar chirib ketgan, moli kasal bo'lib qolgan edi. Boy hayron edi. "Bu qanday balo keldi?" deb o'ziga o'zi savol berardi. U yana o'sha kampirni esladi, ammo kech edi. Kunlar o'tdi. Boy qanchalik yig'sa, shunchalik yo'qotaverdi. Qishloqdagilar esa bir-biriga yordam berib, kami bo'lsa harakat qilib bir-birini to'ldirib, baraka bilan yashay boshlashdi. Bir kuni boy butun bir davlatini, mol dunyosini yo'qotdi, ko'chada qoldi. O'zi boshqalar kabi kambag'al bir qashshoq odamga aylandi. O'zi boshqalarning eshigini taqillatdi. O'sha payt bir kambag'al yigit unga non uzatdi. Bundan boy uyalib yerga qaradi. "Nega menga yordam qilyapsan?" dedi yigitga. Yigit, "Chunki odamlar faqat boyligi bilan emas, qalb bilan boy bo'ladi", deb javob berdi. Shu so'z boyni yuragiga o'qdek botdi. U ko'ziga yosh olib, "Men boy edim, ammo och ekanman", dedi o'ziga o'zi. Yana bilimini, farosatini ishga solib, boyliklari ko'paya boshladi. Boy o'zgargan edi. Ochlarga non berdi, yetimlarni asradi, boyligini bo'lishdi. Alloh unga boyligini qancha bersa, 10 baravar, undan-da ziyod qaytara boshladi. Va ajablanarlisi shuki, boylik yana qayta kela boshladi. Lekin bu safar baraka bilan kela boshladi boyligi. Shu kundan boshlab odamlar uni ochko'z boy emas, saxiy ota deb atay boshlashdi. Xulosa, ochko'zlik boylikni ko'paytirmaydi, saxiylik esa ozini ham ko'p qiladi.